Diqqat, o'zbek xalqiga tezkor xushxabar. Barcha O'zbekiston fuqarolari ushbu videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. 10-yanvar sanasidan boshlab o'zbekistonliklarning hayotida nimalar o'zgardi? Oyliklar, pensiyalar, stipendiyalar qanchaga oshdi? Moddiy yordamlar, bola puli va qo'shimcha pullar kimlarga beriladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda javob olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2026-yil 1-yanvardan qonunchilikda nimalar o'zgaradi? Xususan, oziq-ovqat va moyli ekinlar yetishtiruvchi xo'jaliklarning nasoslari uchun elektr energiyasi xarajatlarining 50% davlat byudjeti hisobidan qoplanadi. Elektron hisobvaraq fakturalari bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olishda real vaqtda avtomatlashtirilgan xavf tahlili tizimi joriy etiladi. Barcha tadbirkorlar hisobot.gov.uz orqali 14 ta davlat organiga 105 turdagi hisobotni yagona tizimda topshiradi. Homiladorlik, tug'ish va kasallik nafaqalari davlat ijtimoiy sug'urtasi orqali tayinlanadi va to'lanadi. Zargarlik buyumlari bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar daromadidan qat'iy nazar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'ladi va belgilangan shartlar asosida qo'shilgan qiymat solig'ining 80% ni qaytarib olish imkoniga ega. Yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar uchun soliq stavkasi 1% etib belgilanadi. Shuningdek, tirik qoramol, qo'y va echki importida qo'shilgan qiymat solig'i to'lovini 180 kungacha kechiktirishga ruxsat beriladi. Tarixiy obyektlarda zilzila bardoshlik monitoringi joriy etiladi. Seysmik xavfi yuqori hududlarda kuchli zilzilalarni sun'iy intellekt asosida prognoz qilish yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, ijtimoiy yordamga oid ma'lumotlar raqamli mahalla platformasi orqali yuritiladi. Xorijiy fuqarolarni vaqtincha ro'yxatga olish yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 1 yilgacha amalga oshiriladi. Aziz do'stlar, videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying.